Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan dengiz porti O'zbekistonda ekanligini bilasizmi? Ochiq okeanga chiqish uchun O'zbekiston kamida 2 ta davlat hududini kesib o'tishi kerak. Biz dunyoda bunday geografik davlatning ikkitasidan birimiz. Bu Termiz daryo porti. Amudaryo bo'yida joylashgan ushbu strategik maskan Markaziy Osiyodagi yagona va eng yirik daryo portidir. Eng qizig'i, bu shunchaki yukxona emas. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar hubi joylashgan. Butun dunyodan kelgan yordam yuklari aynan Termiz orqali Afg'onistonga yetkaziladi. Ushbu hub yiliga 900 ming tonna yukni qabul qilish quvvatiga ega. Tasavvur qiling, bu minglab yuk mashinalari va millionlab odamlarning hayoti degani. 2025-yilda Termiz BMTning eng katta skladlari ro'yxatida Dubay va Kopengagen kabi shaharlar bilan bir ro'yxatda 8-o'rinni egalladi. Port yonida afsonaviy Do'stlik ko'prigi joylashgan. Bu ko'prik mamlakatimizni Janubiy Osiyo, Pokiston va Hindiston portlari bilan bog'laydigan eng qisqa yo'lning boshlanishidir. Bu yerda ishlash oson emas. Yozda harorat +50 darajadan oshadi, lekin strategik yuk tashish bir soniya ham to'xtamaydi. Siz ushbu port haqida bilarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.